Ras moliyaviy menejermisan, to'loving qilishing kerakmi? Kelayotgan pulingga nisbatan qiladigan xarajatingni to'g'rilab qo'yishing kerak. Mana, misol uchun, ertaga sotuv bo'limidan qancha pul keladi senga? Hammamuncha summa keladi. Demak, o'sha ertaga keldigan deadline kelgan seni qarzdorliging bor. Поставщикlar oldida yoki oylik kuni kelib qo'ygan qana ishlaringga oylik berishing kerak yoki kimga va'da bergansan. Kategoriyasini qilib chiqasan. Misol uchun, A kategoriyada qaysi поставщик nomi, summasi. To'liq bo'lish shart emas. Imенно deadline kelgan tovarni summasini berishing kerak. Undan keyin keyingi kategoriyada bo'ldi. Mana прочие расходlarni yozib chiqasan. Eng важный anaqalardan import поставщикlarga to'lanadigan pul bo'ladi. Ya'ni import поставщикlarni biz nimaga birinchi o'ringa qo'yamiz? Pul to'laganimizdan keyin u mahsulot tayyor bo'lishi va yo'lga chiqishi, kelishi muddati juda uzoq. Biz u pulni qancha tez to'lasak, shunga yarasha biz mahsulotimizni tezroq olamiz. Chunki Xitoymi, Turkiyadami qayerdan bo'lsa ham kelgungacha vaqt ketadi. O'zimizni O'zbekistondagi поставщик bo'ladigan bo'lsa, to'lasang bugun olib kela olasan molingni. Pul to'lasang olib kela olasan. O'shaning uchun bizda birinchi kategoriya mana qo'yadiganimiz import поставщикlar bo'ladi. Import поставщикlarga birinchi o'rinda pul to'lanadi. Undan keyingi o'sha местный deadline kelgan bo'lgan xarajatlarni to'lovini qilib beramiz. Ana undan keyin ketdi o'sha kutib turadigan xarajatlar deyiladi. Ana ularga keyin bitta urg'u berib uni qarab chiqiladi. To есть kelayotgan pulga nisbatan, har kunlik keladigan pulga nisbatan baribir chizib chiqiladi. Mana misol uchun men o'zim zavodda ishlagan paytimda moliyaviy rahbar bo'lib, menga har kuni finansisim keladigan pul qancha va bugun qancha oplata qilishimiz kerak. Mana shu kategoriyaga bo'lib chizib beradi. Maslahatim shu. Birinchi o'rinda imенно deadline kelgan muddati uzoqga cho'ziladigan, shu mahsuloting senga uzoqga cho'ziladigan bo'lsa, birinchi o'rinda shunaqalarni oplatasini qilishing kerak. To'lovini.